Hududiy soliq inspeksiyalarida zamonaviy va samarali mahallabay ishlash tizimi joriy etilgan. Natijada tadbirkorlar va fuqarolarga qulayliklar yaratilib, ayniqsa mahallalar kesimida budjet tushumlari barqarorligi ta'minlanmoqda. Navbatdagi lavhamiz Xorazm viloyati Hazorasp tumani soliq inspeksiyasi xodimlarining faoliyati haqida. Hazorasp tumani soliq inspeksiyasida 47 ta mahallaga 21 nafar soliq xodimlari biriktirilgan bo'lib, mahallabay tizimining tashkil qilinishi hisobiga 4 milliard 656 million so'm miqdorida qo'shimcha manbalar hisoblandi. Tizim xodimlari halol mehnat, xotirjam hayot va farovon jamiyat shiori ostida tadbirkorlarga ko'makchi bo'lib kelmoqda. Mahallaga biriktirilgan har bir inspektor turli sabablar bilan faoliyati vaqtincha to'xtab qolgan tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlab, ularning faoliyatini tiklashga yordamlashmoqda. 517 ta korxonaning faoliyati tiklanib, 27 ta bo'sh obyektlar ishga tushirilishi natijasida 46 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Mahalla soliq inspektori shu joyga chiqqan holda tadbirkor bilan bevosita bog'langan holda uning xato va kamchiliklarini shu o'zida bartaraf qilish, soliqchi tarafdan ko'mak kerak bo'lsa, soliqchi ko'makchi tamoyil asosida ishlar olib bormoqda. Mahallabay tizimining yaratilishi natijasida jismoniy shaxslarning turar joy obyektlari bo'yicha 23 milliard 70 million so'm miqdoridagi mahalliy soliqlar undirildi. Natijada mahalla byudjetiga yig'ilgan summaning 10%, ya'ni 2 milliard 307 million so'mdan ortiq mablag'lar mahalla infrastrukturasini rivojlantirishga yo'naltirildi. Shuningdek, Muhammon mahallasida o'z faoliyatini boshlagan To'lqin Bekjonov mahalla soliq inspektorining bergan ko'magi yordamida o'z faoliyatini yanada kengaytirib, ishchi xodimlar sonini 20 nafarga yetkazdi. Bugun mohir tikuvchilik kasbini o'rgangan ustozlar, shogirdlar ham tayyorlamoqda. 5 yildan beri uyda o'tirardik, ish yo'qlikdan. Keyin bu yerda eshitib keldik. Ishlarimiz ham yaxshi, o'zimiz ko'nglimizdagi. Yangi kelganlarga ham o'zimiz ish o'rgatamiz shu yerda. Albatta, soliq taraqqiyot va farovonlik manbai. Soliq to'lash bu shunchaki majburiyat emas, u mamlakat taraqqiyoti, xalqimiz farovonligi va farzandlarimiz kelajagi uchun zarur bo'lgan eng asosiy manbadir. Biz to'lagan har bir soliq vatanimiz ertangi kunini yanada yorqin qilish yo'lidagi hissadir.